Kulchatir erib ketgan, yonib qolgan tanlaysiz. Xo'p. Sug'ursa o'chadi, o'chdi. Xo'p. Buni o'lishiga asosiy sababdan biri aka o'zini standartniy farasidan ko'ra kuchliroq lampochka qo'yiladi-da bunga. Mana bunda ham mana 100 ga 90 lampochka turibdi. 100 ga 90 lampochka hop o'zini zavodskiy relesiga nagruzga tushadi. Shuni hisobiga u nagruzga o'tib kulchatirga tushadi. Keyin kulchatir erib ketadi bu holat. Kulchatir erib ketadi. Endi buni to'g'rilashni bitta yo'li yangi qo'yib qo'ysangiz yana ishlaydi. Yana ishlab turib, yana 12-15 ga urganingizda yana erib ketadi kulchatir, yangi kulchatir. Bu lampochkani ham o'zini standartini qo'yib turib, undan chiqqan tokni yo'liga bitta relay qo'yib qo'yish kerak. Relay qo'ygandan keyin nagruzka bundan ketadi, keyin yonaveradi. Bu fara xiralik qilgani uchun iloji shu qo'yilgan. Yarkiroq qo'yilgan. Endi buni yo'li shu vazmo yangilanadi kulchatir yangilab turib, keyin shu yo'liga ikkita relay qo'yib qo'yiladi, ta'lim lisensiyaga. Keyin bu kulchatir o'lmaydigan bo'ladi, yaxshi xizmat qiladigan bo'ladi.